Nimaga yomon bo'lib ketyapmiz? Ko'chadagi ahvolotni ko'ring. Ko'chadagi bir-biriga hurmatsizlikni ko'ring. Onalarimiz ichi ko'rinadigan kiyim kiyganmi? İch kiyimni rangigacha ko'rinyapti. Qani buni dadasi? Qani ko'chada karrila yurgan dayus akasi? Qani buni eri? Rasvo ayol nechta erkakni yo'ldan uryapti? Hayvondan battar, eshakdan battar fohishalik qilib yurganlar. It tug'dimi bularni? Odam tug'di-ku. Inson tug'di-ku. Tug'dirdi, lekin tarbiya qilmadi. Natijada qizi fohisha bo'ldi. Qizg'anmadi qizini, qizg'anmadi opasini, singlisini, xotinini. Qizg'anmaslik natijasida shuning uchun u fohisha bo'ldi. Bekorga jannatga dayyus, jannatga kirmaydi deb hamma darvozasiga yozib qo'yilgan. Jannatning 7 ta darvozasi bo'lsa, Rasululloh alayhisolom aytganlar, hammasiga yozib qo'yilgan. Dayyus, ya'ni unga tegishli bo'lgan ayollarni qizg'anmaydigan jannatga kirmaydi deb yozib qo'yilgan.